Assalomu alaykum, hurmatli asirchilar, hurmatli gruppadagilar, charchaman turibsizlar. Hammangizga xayrli kun. Shu baliqchiga 3 xonali yashiklardan berdik. 3 xonalik, 6 xonalik. 3 xonalik 21 ramkalik. Har bitta xonasiga 7 dan ramka ketadi. Bu yoqda esa 6 xonalik. 6 xonalik. Har bir xonasiga 3 ta ramka ketadi. Перегородкалар taxta panelda bo'lingan. Har bittasi 3 ga beradi. Mana 3 ga. Misol, ikkita chetidagi ikkita panel olib qo'yilsa, 2 xona qilib ishlatsa bo'ladi. Misol, mana ikkita chetini olib qo'yilsa, 3 xona qilib ishlatsa ham bo'ladi. Har bitta yo'li bor. Kerak bo'lganlar Allohga ishqirasizlar. Xudo xolasa yetkazib beramiz. 3 xonaliklar bo'ldi va 4 xonaliklar. 4 qirg'onlik klientimizga. Hop, 2 xonalik 22 ramkalik 90 santimetrli yashiklar Andijonlik klientimizga bo'ldi. Buyurtma asosida bo'lgan bu yashiklar. Tomidagi tunkasi atsinkovka emas, maloshni bo'lgan. Kraskasi 3 marta bo'lgan, mana. Oq. 3 marta, 3 silo. Bu yoqda esa Navoiylik klientimizga, Navoiy shahriga 14 ramkalik bir xonali yashiklar bitib qoldi. Bular ham Xudo xolasa ertaga ketadi. Tomidagi tunkasi 0.3 qalinligi. Mana 14 ramkalik ichki holati, ko'rpacha joyi 6 sm bo'lgan. Yog'och qarag'ay 100% quruq, Xudo xolasa. Bu yoqda ram detallar bor. Bu yoqda esa Toshkent viloyati Burchumulla qishlog'iga, Husan akaga ham yangi zakotovkalar boshlandi. Sakson atrofida zakaz berganlar. Kerak bo'lganlar aloqa qilishingizlar, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz, sifatli qilib. Sifatli detallar bor, sifatlik. Magazin detallar bor. Har xili bor, Xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.